Mana azizlar, наконец-то mana hoji singlim Feruza Normatova bilan bugun ko'rishdik. Va nihoyat necha yil bo'lib ketdi ko'rishmaganimizga. Men sizni hajga borganingizni eshitib juda xursand bo'ldim. Judayam, chunki mana shu yosh vaqtida kim borgan bo'lsa, haqiqatan havasdaman. Baribir Alloh taolo nima deydi? Eng katta sovg'alardan bittasini nasib qilgan deb hisoblayman-da. Chunki mashaqqatini ko'rib keldim-ku. Iloyim qabul bo'lgan bo'lsin, hajji mabrur bo'lsin. Amin. Iloyim mana hozir shu yerda mezda qilib Samarqandda diydorlashib o'tiribmiz. Mana bu Ozarbayjoncha bizlar kafega keldik. Mana shunaqa taomlar. Yoqdimi sizga? Sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Rahmat manam. Yilning eng shov-shuv to'y bo'lgani mana Feruza Normatova. O'zi 10 kunlab, 20 kunlab faqat sizni ko'rdik.